Xo'sh qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Mana to'polon qilyapsizlar, niye obzor qilmayapsizlar deb. Obzor qilishga umuman vaqtimiz yo'q. Alhamdulillah, klientlar ko'p do'konda. Baribir ozgina bundan ko'rsatib ketaman qizlarjonlar. Ustimdagi italyanskiy dvoyka, ichidagi baza ham alohida kelgan. Buni hozir o'zim kiyib oldim. Buni qorasi ham bor, oqi ham bor. Qizlar, italyanskiy dvoykadan assortiment ko'rsataman. Mana ustimdagi rangi qaranglar, qanaqa sochniy, mochniy rang, mana yana. Bular mana bunaqa kalta nimalari va yana rangidan. Qizlar, mana buni qaranglar. Вообще zo'ra, javuzdan turgani yo'qmaydin? Qaranglar, qanaqa zo'r. Вообще hozir men ustimda bular standart bo'ladi qizlar. Bu dvoykalarni narxi 1.200.000. İtalyanskiy dvoykalarni narxi 1.200.000. Mana вообще zo'r. Keyingi nimalarda vaqtim bo'lsa, kiyib obzor qilib qo'yaman qizlar. Endi tunikali varianti. Qaranglar, o'rangan qizlar, sizlar ham so'rab qo'ymayapsizlar-ku. Uzunroq nimadir kerak deb. Mana sizlarga uzunroq nimadir. Buni narxi qizlar, bular razmer hammasi standart italyanskiy, Italiyada ishlab chiqarilgan. Narxi 1.300.000. Bulardan nima deganda уже почти qolmadi, o'shaning uchun narxini eslab qoldim. Qizlar, ikkinchi rangi mana bunlar. Bulardan уже borig'i 4 tagina dona qoldi. Bundan 3 ta yo 2 ta nargisidan anaqa. Общий 4 ta qoldimi oydin shunda? Shunaqa. Qizlar, demak, sizlarni hammalarni do'konimizda kutamiz. Keyingi obzorlarni ham kutinglar. Hozir qolgan narsalarni ham ko'rsatishga harakat qilaman.